Biz obzorimizda haqiqiy pul topar texnikani ajdahosi O'zbekiston Respublikasi bojxona bazasida birinchi bor o'tgan, ilk ro'yxatdan o'tgan Volvo EW 140 e Pro 2023-yil atiga 3200 motochas Janubiy Koreyada ishlagan haqiqiy bomba texnikamiz Janubiy Koreyadan keldi. Ishlashini qarang, prosta samolyot. Eng fulli desam to'g'ri bo'ladi. Ko'ryapsiz, 360 gradus adapter bor, qaychilari bor. Ishlashini qarang buni. Saksa balon 100% yangi. Polirovka bo'ldi, himchiska, moyka, tamom. Boshqa hech qaysi kraska bo'lmagan. Taglarini qarang, moslari, kardan, hamma yo'q radno holatda. Ro'lovlari, balansirovka deysizmi? Texnik holat o'ta ideal. Turishini qarang, buni savlatdi. O'zini original kraskalarida strelasiga umuman bolgarka svarka teng, faqat chiska bo'lgan. Patrubka shlankalari qarang, hamma yo'q svejiy zo'r turibdi. Taglariga umuman gap bo'lishi mumkin emas, bu tomonlarni ham sizga ko'rsatib o'taman. O'zini standart kovushida texnikamiz Volvo EW 2023 bu 140 EW Pro 2023 birinchisi bu haqiqatda. Atvali qarang. Atvalda mana toshni chiqarish uchun kamyatboyni zublargacha bor. O'ta ideal holatdagi atval. Orqa qismi o'ta derski ishlangan, stop chirog'ini yuqoriga olingan, sinmasligi uchun ko'ryapsiz, yangicha restyling ko'rinishda. Orqada zadniy kamera, migalkalargacha bor. Ko'ryapsiz, yaqin 14 tonna o'zini vesini oson ko'taryapti. Bu degani gidravlitskiy tizimi sistemasi, silindrlari hamma yog'i soz holatda. Saloniga o'z o'tamiz. Saloni alohida tema, ichini yangi restyling yorib yuborgan, ko'rib hayron qolasiz. Videoni o'tkazmay turing, o'ta zo'r joylari oldinda. Ko'ryapsiz, 360 gradus adapter qaychilargacha ishlashiga gap bo'lishi mumkin emas. Bemalol qo'rqmasdan ayta olaman, bu hozirgi Xitoy maxsus texnikalar ekskavatorlarini qo'rqinchli tushi ajali mana shu Volvo legenda bo'ladi. Dunyo maxsus texnika bozorida ushbu kompaniya 6-o'rinni egallaydi. Yuzlab maxsus texnika kompaniyalari ichida, takrorlayman, 6-o'rinda. Ishlashini qarang buni, go'yo o'zingizni, qo'lingizni, organizmingizni boshqargandek boshqarsangiz bo'ladi. O'rnida quloq soladi mana. Bemalol murakkab joylarda, zargarlarday xotirjam ishlasangiz bo'ladi. Aytganingizni millimetrgacha qiladigan texnika mana shu bo'ladi. Svejiy, so'nggi texnologiya restyling, ya'ni ham sayqalib berilgan modeli. Tormoz sistemasi ham ozgina sayqalib berilgan, xuddi yengil mashinada avto hold funksiyasi qo'shilgan. Mana bu rechagini qarang, mana transmissiya rechagi mana bu yerda. Oldiga urdim, qarang. Ana. Oldinlari gaz, tormoz qilinardi. Avtomatik tormoz o'zi qarang. Ana shu holat. Bu o'z-o'zidan qisqa masofaga yurishda, probkalarda yanada ishni osonlashtiradi. Shu yerga alohida like bosib qo'yasiz. Davom etamiz. Obunachilarimiz, O'zbekiston ekskavator bozorida premyera bo'lib turgan ilk Volvomiz saloniga marhamat. Ko'rib turganingizdek, salonida anchagina o'zgarish bo'lgan, restyling, ya'ni sayqalib berilgan. Birinchi ko'zga tashlanadigan bu mana bu pult joystickda anchagina mnogo funksionalli bo'lgan. Ko'plab ko'ryapsiz, tugmachalar bor boshqaruv uchun. Mana bu konsolda ham anchagina o'zgarish. Kapitanskiy o'rindig'ining figurasi sal o'zgargan. Plus podlokotnik mana bu sozlash mumkin yuqoriga va yonga. Ko'ryapsiz, anchagina kengaytirilgan. Bu degani bunda ishlaydigan kishi o'zini bemalol his qilgan holatda ishlashi mumkin. Monitor, громкоговоритель ko'ryapsiz. Molotok, Volvo audio sistema. Mana bu o'rindiqlari suvchan, plus suzuvchan o'rindiqlar. Bizni asosan ekskavatorchilar kuzatishadi. Nima deysiz? Yangicha salon sizga yoqdimi? Fikr mulohazani kommentarda qoldiring. 1 dan 5 gacha bahoyingizni kommentariyaga yozib qoldiring. Hurmatli obunachilarimiz, endi bu 360 gradus va ko'plab zamonaviy yordamchi assistentlar bilan jihozlangan haqiqiy pultopar legenda texnikamizning narxi va qistirgan barcha savollarga javobni ushbu raqamlar orqali telefon qilib bilsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, bizda faqat ekskavatorlar emas, balki ularni deyarli barcha bitlovchi qismlari Qodirxon ekskavator markazi
do'konlardan xarid qilsangiz bo'ladi. Jumladan bizda kavushlar, отбойник молоток, vibrotrombovkalar va mana bunaqa burovi ustanovkalargacha sotuvda bor. Hurmatli obunachilarimiz, bunaqa O'zbekistonda premyera bo'lib turgan so'nggi avlod ekskavatorlarni obzori va yangiliklarni muntazam ko'rib borish uchun albatta bizni sahifalarga obuna bo'lib qo'ying. Lekin mana shu texnikamizga fikr mulohazangizni qoldirib 1 dan 5 gacha bahoyingizni kommentariyada qoldirib qo'ying. Menimcha bu texnika har qanaqachasiga 5+ ga arziydi. Bizni kuzatishda davom eting.